Akalar, sizlar bilan haqiqiy Zamzam suv Arabistondan kelgan ochyapmiz. Mana Davidbek boshchiligida. Qor aka, bu haqiqiy Zamzam suvi. Aha, haqiqiy mana pechatlari hali ochilmagan. Nimaga ishlatasiz buni, Qor aka? Bu narsamiz avval e'lon qilganimizdek, bu Ruqiya kompleks mahsulotimizga toza Zamzam suv qo'shiladi. Bu mahsulotimiz tayyor bo'ldi inshaalloh. Mana 9 xil mahsulotdan tuzilgan bular. Bu nima deyilsa, Ruqiya kompleks deb nomladik buni. Bu mahsulotlar Qur'ondagi kuchli shifo oyatlari bilan boyitilgan. Sehr, ilmomal, issiq sovuq, mana nazar, hasad, jin tegish, ko'z tegishidan himoya vositasi o'rnida qo'llaniladi. Kimga kerak bo'lsa, shu narsalarni bemalol zakaz qilishlari mumkin. Mana ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bu mana shunday holatda jo'natiladi. Mana ichida foydalanish yo'riqnomasi chiqadi. Orqasida tayyor QR kodlari chiqadi. Bundan ma'lumotlarni olishi mumkin. Keyin ichida shu 9 xil mahsulot, bularni qanday iste'mol qilish, qanday ishlatish bu yo'riqnomada berilgan. Bularning foydalari QR kod orqali berilgan. Endi Qur'oniy shifo ekanda, Qor aka, shu. Ha, Qur'ondagi shifo oyatlari o'qib dam solingan mahsulotlar. Bularni shu respublikamizda qayerdan zakaz berishsa ham, pochta orqali shu uyigacha yetkazib beramiz. Bu mahsulotlarimizni narxi mana shu holatda tayyor uyiga, qo'liga zakaz bergan odamning qo'liga yetib borishi 250 mingga yetib boradi. Qayerda bo'lishidan O'zbekistonda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, dastavkasi ichida 250 mingga qo'liga yetib boradi, mahsulotni oladi, pul sanaydi. Akalar, sizlar bilan haqiqiy Zamzam suv Arabistondan kelgan ochyapmiz. Mana Davidbek boshchiligida. Qor aka, bu haqiqiy Zamzam suvi. Aha, haqiqiy mana pechatlari hali ochilmagan. Nimaga ishlatasiz buni, Qor aka? Bu narsamiz avval e'lon qilganimizdek, bu Ruqiya kompleks mahsulotimizga toza Zamzam suv qo'shiladi. Bu mahsulotimiz tayyor bo'ldi inshaalloh. Mana 9 xil mahsulotdan tuzilgan bular. Bu nima deyilsa, Ruqiya kompleks deb nomladik buni. Bu mahsulotlar Qur'ondagi kuchli shifo oyatlari bilan boyitilgan. Sehr, ilmomal, issiq sovuq, mana nazar, hasad, jin tegish, ko'z tegishidan himoya vositasi o'rnida qo'llaniladi. Kimga kerak bo'lsa, shu narsalarni bemalol zakaz qilishlari mumkin. Mana ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bu mana shunday holatda jo'natiladi. Mana ichida foydalanish yo'riqnomasi chiqadi. Orqasida tayyor QR kodlari chiqadi. Bundan ma'lumotlarni olishi mumkin. Keyin ichida shu 9 xil mahsulot, bularni qanday iste'mol qilish, qanday ishlatish bu yo'riqnomada berilgan. Bularning foydalari QR kod orqali berilgan. Endi Qur'oniy shifo ekanda, Qor aka, shu. Ha, Qur'ondagi shifo oyatlari o'qib dam solingan mahsulotlar. Bularni shu respublikamizda qayerdan zakaz berishsa ham, pochta orqali shu uyigacha yetkazib beramiz. Bu mahsulotlarimizni narxi mana shu holatda tayyor uyiga, qo'liga zakaz bergan odamning qo'liga yetib borishi 200